qarz to'lashga urinib, biznesni rivojlantirishga, bilim olishga umuman vaqt bo'lmayapti. Ustoz, nima qilish kerak? Qarang. Qarzingiz bor, tushundim. Demak, sizga qanaqadir 10 ming, 50 ming, 100 ming dollar qarzingiz bor va qarzni to'lashga fokus qaratyapsiz-da, biznesni rivojlantirmayapsiz, faqat topgan pulingizni qarzga beryapsiz, to'g'rimi? Bu yaxshi, lekin siz bir qismi qarzni bermang-da, biznesga sarflang, biznesni rivojlantiring. Ikkinchisi, hurmatli do'stim, miyaga fokus qarating. Chunki topgan pulingizni faqat qarzga beraverasiz-ku, o'zingizga, shaxsiy munosabatingizga va biznesni rivojlantirishga vaqt sarflamayapsiz. Bu ketishda qarzni qutularsiz 2-3 yilda, xudo xohlasa, lekin konkurentlaringiz hammasi sizni bosib oladi. Siz o'smasangiz, konkurentingiz o'sadi. Siz biznesni avtomatlashtirmasangiz, konkurentingiz avtomatlashtiradi. Siz hozir bugun sun'iy intellektdan foydalanib, sotuv bo'limini yaratmasangiz, rivojlantirmasangiz, ishlab chiqarishni 2-3 barobarga oshirmasangiz, biling konkurentingiz qiladi. Siz o'qimasangiz, ular o'qiydi. Siz chet elga chiqib yangi texnologiya olib kelmasangiz, konkurentingiz qiladi. Keyinlar konkretlashamiz. Siz o'qimasangiz, kimdir o'qiydi. Siz rivojlanmasangiz, kimdir rivojlanadi. O'shaning uchun qarzingiz bormi, kreditingiz bormi, gap bunda emas. O'zingizga, biznesingiz kelajagiga vaqt ajrating. Muvaffaqiyatli odamlar ikkita narsani kelajagi uchun ajratadi. Birinchisi vaqtini, ikkinchisi pulini ajratadi. Pulingizni ajratib bilim oling, vaqtingizni ajratib bilim oling. Ikkalasini qo'shib amalda sinang. Joningiz omon bo'lsin.